O'zbekistondan Rossiyaga qarab yo'nalish qildik aka-ukalar. Ketmoqchi, kelmoqchi, pochta berib yubormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar mana. 3 ta mashina Rossiyaga qarab yo'nalish qildik. Layklarni urib, paddeshkada bo'lamiz aka-ukalar mana. Rizqimizni tergani ketyapmiz 4 ta mashina. Aloqaga chiqaverasizlar, layklarni bosinglar, paddeshkada bo'lamiz. Rossiyadan O'zbekistonda 12 ta viloyatiga odam pochta xizmatlari bor aka-ukalar. Ekranlarda ishonchli nomerlar qoldiramiz. Qozog'iston cho'llarida ketyapmiz mana. Tamojniga xudo xolasa 650 kilometr qoldi. Sagarchinga ketyapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar mana. Kobaltimiz zing holatda mana. Apparatlar yuklab olgan. O'zbekistondan Rossiyaga pochtani olgan mana Abdulla aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Layklarni uringlar aka-ukalar. Paddeshkada bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat o'ringlar. Moskvada mashinalarimiz naval aloqaga chiqib, shopirlarda adminlarning nomerlarini ekranga qoldirib qo'yamiz. 13 nomerlar bilan bog'laninglar aka-ukalar. Har xil bo'lar bo'lmas nomerlarga qilib ko'p vatandoshlarimiz adashib qolyapti. Shuni evaziga mana biz o'zimiz video kadrlar olib ketyapmiz aka-ukalar. Ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi. Nomer tanlashda adashmay, voditellarda adminlari bilan bog'laninglar. Shu trassada yurgan bir 50 tadan oshiq mashinamiz bor, o'zimizning guruhimiz bor. Aloqaga chiqsanglar chiroyli qilib xizmatda bo'lamiz aka-ukalar mana. Afg'onga chiqmoqchi bo'lyapti.